Xonimlar va janoblar, bahor malikasi bazmiga yana bir bor xush kelibsiz. Nihoyat malikamizni aniqlash vaqti yaqinlashmoqda. Hamma qizlarimiz bir-biridan go'zal va nazokatli, ammo biz ikkita nomzodni sahnaga taklif qilishga majburmiz. Mariya va Eliza. Mariya, senga ishonamiz. Albatta yutasan. Omad tilayman. Go'zal qizlarimizning ota-onalari tashrif buyurishibdi. Qani sahnaga marhamat. Kelganingiz uchun rahmat, dadajon. Juda ham xursand bo'ldim. Nahotki sensan, qizim. Juda ham ochilib ketibsan. Bugungi bahor malikasi nominatsiyasi g'olibi Eliza. Nega keldingiz? Hammasi barbod bo'ldi. Sharmanda qildingiz. O'z onasidan or qilib biz bilan suhbatlashishiga qo'ymagan ekanda? Vijdonsiz. Bundan chiqdi Eliza James Jackning haqiqiy qizi. Bu tushunmi yoki o'ngimmi? Qanday bunday bo'ldi? Menga boylik emas, insonning ichki dunyosi-yu qalb go'zalligi muhim. Hech qachon pulga sotilmaydigan do'stlarim bo'lishini xohladim xolos. Boy bo'lmaganimda, egnimdagi libos oddiy bo'lganida bu tojni sohibasi bo'lmasligim aniq edi. Hammasini bilaman. Do'konda sumkamga taqinchoqni ham sen solib qo'yganding. Menda kameradan yozib olingan tasvirlar bor. Sendan xafa emasman. Faqat unutma. Agarda meni Marta xonimdek onam bo'lganida edi, butun boyligimizdan kechgan bo'lardik. Eliza, nimaga mendan o'zingizni olib qochyapsiz? Axir yaqin do'st edik-ku. Simon, o'yining tugadi. Sen men haqimda hammasini boshidan bilgansan. Dadang meni dadamni qo'lida ishlar edi. U men haqimda hammasini bilgandan so'ng senga meni ilintirishni buyuradi. Bu orqali otamning bor boyligiga ega chiqmoqchi bo'lgansiz. Bizni kechir. Seni juda ko'p kamsitdik. Hech qisi yo'q. Xafa emasman. Faqat Mariyani yolg'iz qoldirmang, iltimos. Meni kechiring. O'zimga obro' olish uchun Elizani obraziga kirgan edim. Endi tushunib yetdim. Qadrli narsalarni pulga sotib olish imkonsiz ekan. Bu avloddan avlodga o'tib kelayotgan buvingni taqinchog'i. Tortib olganim uchun kechir. Oyijon, ko'p marotaba dilingizni og'ritdim. Meni kechiring.